Yaqin, yaxshimisan? Yaxshimisan? O'rtoq, qalaysan, yaxshimisan? Sendan 187 ming bo'ldi o'rtoq mana. Bo'ldi o'rtoq, anaqaga yozib qo'y daftarga. Bo'ldi hol. Rahmat. Mayli, ana qalan-qasanqalar nima qilasan? Qarzga narsa berib. Polisini yotibdi o'zi. Nima deyapsan? Qanaqa qarz? Qarzga oldi-yu hozir. Oyiga 5 milliondan tashlab qo'yadi. Maydalab o'zi narsa olib yuraveradi. Yozib qo'ydi. Yo'q, shunaqa bo'lib ketganmi? Ha, 30 tami 40 ta mashina arendaga ham chiqarib yubordi-yu. Bo'pti, men hozir chiqib gaplashib kelaymi? Qaytga? Qilmaga menga kallani, magazinchi. Yaqin og'ayni to'xta birinchi og'ayni. Hozir kirganimda ko'rishmuding-ku. Nima bo'pti? Yaqin mana cho'tta magazinchi orqangdan qarz marz degan neto gaplar qotdi. Agar qiynalgan bo'lsa, aytsam men o'zim to'layveraman, bu ro'zg'or qo'zg'orlagan. Oramizda mana shunaqa lagan do'stlar ham ko'payib ketyapti. Bu videoni mana shu lagan do'stimizga jo'natamiz. Video ibratli bo'ladi degan umiddaman.